Assalomu alaykum Xorazm ahli. Bunda xudo xolasa mikroklimat degan narsa, umniy mikroklimat bu. Skvajina glubinli nasos tashadik, avtoklapan, keyin bunda har qaysini 3 dona narsa bor. Endi birinchisi setka filtri o'zini ochishga ketadigan skvajina, keyin bunda birinchi, ikkinchi, uchinchi klapan. Endi shlanka o'rnatmaga bunda tak pulti shundan polni boshqariladi. Saati tuziladi, hamma narsasi avtomatikasi vaqtini bir haftadan buncha bir oydan tuzib qo'ysa bo'ladi ekan, azonda gechda ishlatmagan. Polni shu gazonlarni o'zi sep turadi vaqti bilan. Polni saati narsa tuziladi. Futbol stadionida edim, polni sep turadi. Şimdi gazonlar mikroklimat o'tirish kerak bo'lsa murojaat etaverasizlar. Dashniy Polip 94lik 230 3077 90lik 438 0077. Telegramda Xorazm santexnika deb yozsangiz bizning gruppamiz chiqadi. Ish jarayonlarini ko'rib borishingiz mumkin.